Assalomu alaykum, hurmatli kursimiz ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan juda ham muhim bo'lgan darsni o'rganamiz. Ya'ni sizlar bilan biz o'tgan darsda nimani o'rgangan edik? O'tgan darslar davomida har xil narsalarni o'rgandik va asosiy narsa bu mashinaning ichidagi kamera, kapot ustidagi kamera, bunaqangi mashinaning atrofida aylanadigan kamera bilan sizlarni tanishtirgan edim. Ya'ni sini bossak rulga o'tiradi, kapot ustiga o'tiradi, umumiy mashinaning atrofida aynaladi deb aytib o'tgan edik. Tasavvur qiling, biz endi mashina bilan emas, o'zimiz masalan mana bu joyga bormoqchimiz, mashinasiz. Qanday qilib kamera bilan u joyga biz yurib borsak bo'ladi? Mana bu joyga biz borish uchun hozir faqat mashina bilan borsak bo'ladi. O'zimiz yurib bora olmaymiz. Masalan, mashina bilan borsam, men mana bu yo'lga bora olaman. Chunki men hozir kamera mashinada, mashinaga ulangan. Sini bo'lsam ichiga o'tadi, kapot ustiga o'tadi, umumiy mashinaning atrofida aylanadi. Bu joyga men faqat mashina bilan kela olyapman. Ko'rdingiz-a? Mana shu joyga kelishim kerak edi, faqat mashina bilan keldim. Endi bizda o'yinimizda BMG Drive videolar qilguncha biz mashinasiz mana shunaqa joyga kelishimiz kerak. Mashina bilan yurib borsangiz vaqtingiz ko'p ketadi va o'tolmaydigan joylaringiz bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, men mashinasiz mana bu joyda nima bor? Daryo bor. Daryoni qirg'og'iga o'tmoqchiman. Mashina bilan borsam, o'tolmay qolishim mumkin. Mana mashina suvga ichib tushdi, bo'ldi, o'shdi, nimadir bo'ldi. O'tolmay qolaman. Mana shu yerda qolib ketishi mumkin. Tushundingiz-a? Mana R'ni bosaman. Mana R'ni bosdim. Mashina o'z holatiga qaytdi, asl holatiga. Endi men mashinasiz mana shu joylarga borishim kerak, xohlagan joyimga tezda borishim kerak. Buning uchun nima qilaman? Buni yo'li oddiy. Biz o'tgan safar oddiy ruscha S bilan mashinaning kamerasini har xil joyga o'zgartirgan edik. Endi biz mana shu kamerani, atrofda yurgan kamerani nima qilamiz? Mashinadan uzamiz. Uzish qanaqa bo'ladi? Siz klaviaturadan Shift S tugmasini bosasiz va tepada sizga aytadi: "Kamerang svobodniy bo'ldi, chiqdi mashinadan." Ya'ni mashinadan hozir kamera uzildi. Endi bu joydan men klaviaturadan W, A, o'zbekcha S, uning yonida turgan D, mana shu harflar orqali umumiy kamerani boshqarsam bo'ladi. Biz boyni oldinga, orqaga, o'ngga, chapga qilib mashinani haydayotdik. Bu mashinani boshqaruv uchun edi. Endi biz hozir kamerani mashinadan tashqariga chiqardim. Mana mishkani o'ng tugmasini bosib bursam, kameram